Ben prosta nimaga olishni to'xtatdim? Kiyimni shu uydagi kiyimni alishtirib kiymasganman va bu yotar ekanda. Yillab yotar ekan. Kim kiymasgan, nima keragi bor uni? Agar olib kiysangiz bu to'g'ri ekan. O'sha yotar ekan, lekin kiygan odam olgani to'g'ri. Masalan deylik, bu haftalik kiyimi bor, keyingi haftalik kiyimi bor, u zo'r. Lekin men oldimmi bitta kiyimni bechara shu charchagungacha o'shagacha kiydingizmi? Narigi yangi olgan kiyimingizni vaqti kiymasdan yotsangiz uni haqqi bor-da, naqadar savoli bor, noshimanda. Uvoli bor dedim. U shu noto'g'ri bo'ladi-da. Shuning uchun men olmay qo'ydim. Ko'pchilikda bor. Yotadi. Yotgan kiyimlar. Men uni ko'rib qoldim-da o'zim. Chunki chet elga boramiz, hammaga o'xshab ba olmizda kiyim, kiyindan keyin qarasam turibdi. Nega buni bermayapsan men kiyishga deyapman-da uydagilarga. Bilmasam deyapti. O'zimda yo'q-da, chunki men o'ylaymanki menga tanlab berish kerak. Tushundingizmi? U qayerdadir yotibdi. O'sha yo'dim to'xtasachi kerak emas ekan bu narsa. Bundan ko'ra shu charchasin yoki kerak bo'lganda men olay, talabim bo'lganda. Endi mana talab bo'lyapti, endi buni ko'paytiramiz-da. To'g'ri?